Azizlar, bir xursandchilik, yaxshilik, Alloh taoloning fazli karami. Bundan bir yarim yilcha oldin ustozimiz Obidxon qori aka mana shu yerda jumaga bizning masjidimizga kelganlarida, juma qilganlarida ukamiz Jahongir ukamiz, muazzinimiz azon aytib narsa qilganlarida bir yaxshi bir tavsiya qilib ketgandilar. Ya'ni bu kishini bir qadamlari yoqib sabab bo'lib shu muazziningizni bir tavsiya qilsak, O'zbekiston musulmonlari idorasiga bir tavsiya qilsak-da, o'sha joyda bir yana ham bir shu azon, takbir masalalarini mukammal, ya'ni Shayx Alijon qori Qur'on va tajvid bo'limining raislari mana shu kishiga yo'llasak-da, bir chiroyli bir mana shu kishidan bir ilm olib, bir shu masalani, shu muazzinlik juda ham bir mukammal o'rganib, bir ilmlaridan olib, bir ijozalarini olsa deb tavsiya bergandilar. Alloh taologa shukronalar bo'lsin. O'sha mahalda borib, mana 1,5 yil, 2 yil bordilar ham, onlayn telefonda ham mana shu darslarini oldilar. Mana kecha muftiy hazratlarining boshchiligida mana shu joyda ukamizga Shayx hazratlari, muftiy hazratlaridan azon va takbir bo'yicha mana shu ijozat ruxsatnomasini mana oldilar. Alloh tabaraka va taolo bu ukamizga bu muborak qilsin. Bu juda ham ana ichlarida Shayx Alijon qori akani va muftiy hazratlarini bir qo'llari, ijozalari bor. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelayotgan hozirgi davrgacha mana shu yo'nalishdagi ustozlarning ruxsatnomasi. Bu narsa azizlar buni ahli ilmlar biladi, ya'ni zar qadrini zargar biladi degandek. Siz bilan bizlarga oddiy bir narsaga o'xshashi mumkin, lekin bu biz ham havas qiladigan narsa. Har bir ota-ona havas qiladigan narsa. Farzandi bo'lsa, mana shunday ulug' zotlardan, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga bog'langan yo'ldan azon, takbir bo'yicha ijozat ruxsatini olish. Ustoz maqomiga mana shu borada Xudo xolasa bu kishi o'zlaridan kelganlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bog'langan yo'l bo'yicha shunaqangi bir ta'lim, shunaqa yo'nalish bera oladigan ulug' maqom. Bu ulug' maqom martaba ukamizlarga muborak bo'lsin deymiz. Bu ham bir azizlar bizni masjidimizni, qavmimizni baxti. Haqiqiy o'sha payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning davrlaridagidek azonni, takbirni eshitmoqchi bo'lsangiz, mana shu ukamizdan eshitasiz endi. Mana shu narsaga ta'limini olib, kamchiliklari bo'lsa o'rgatib, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning davrlaridan hozirgacha azon, takbir qanday, har bir harflarni qandoq chiqarish kerak, qandoq aytish kerak, har bir ilmini bu ukamiz o'rganib, mana shuni mana ijozasini olib keldilar. Bu juda katta narsa azizlar. Har bir ota-onaga farzandiga shunaqangi ijozalar olib, xalqqa, dinga, mo'min musulmonlarga xizmat qilishi Alloh nasib qilsin. Aytib o'tdik, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning davrlaridagi azon, takbirni eshitmoqchi bo'lsangiz, mana shu ukamizdan eshitamiz. Har juma inshaalloh har 5 vaqt namozlarda Alloh taolo bu ukamizga o'zi kuch-quvvat bersin. Uzoq yillar mana shu xalqimizga, dinimizga chiroyli xizmatlarni qilishlikni Alloh nasib qilsin. Siz bilan bizlarga ko'p yillar ana shu azon takbirlaridan bahramand bo'lib, unga labbay deb Robbimizning farzlariga, ibodatlariga labbay deyishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Alloh muborak qilsin. Alloh o'zi panohida asrasin. Ilohim o'tganlarning ruhlari shod, baxtlariga hamma yaqinlarni Alloh salomat. Yana qayta so'raymiz. Biz ham havas qildik. Alloh hammamizning farzandlarimizga shunaqangi bir ijozalari olib kelib, ulug' zotlardan mana shundoq farzandlari orqasidan baxt kamoli ko'rish hammamizga nasib eylesin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.